Bu obzorimizda Bon seriyasini, Bali gel dushasi Faberlic kompaniyasini judayam hamyonbop narxlarda, mana qaranglar qanaqa quyuq konsistensiyasi. Hozir buni ochib nima qilaman, obzor qilaman. Mana halal sertifikati bor. Mana data изготовления, mana chiqqan datasi 250 ml. Judayam barakali, judayam gustoy konsistensiyasi. Mana hozir ko'rsataman uni. Mana juda gustoy. Mana quyuq, judayam suyuq, hali boshqa gelli dushalarga o'xshagan emas. Hozir hidlarini man sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Obzorda judayam hidi hozir lichiga o'xshaydi hidlari. Mana Balidagi lichini hidlari shunaqa ekzotichskiy, mana fruktlarni hidi keladi, mevalarni. Menga juda yoqdi. Podarkaga ham judayam zo'r. Tavsiya bersanglar bemalol bo'ladi. O'zlaringiz olsanglar ham bemalol foydalansa bo'ladi gelli dushani.